So'nggi yillarda hududlarda zamonaviy farmatsevtika korxonalarining barpo etilishi mahalliy ishlab chiqarish hajmini oshirib, importni qisqartiryapti. Sirdaryo viloyatining farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirishda muhim o'rin tutuvchi korxona misolida mavzuni davom ettiramiz. Islohotlar natijasida hududlarda, jumladan Sirdaryo viloyatida ham farmatsevtika sohasi jadal rivojlana boshladi. Xususan Sirdaryo tumanida amalga oshirilayotgan infuzion eritmali dori vositalari ishlab chiqarish loyihasi viloyat iqtisodiyoti uchun istiqbolli loyihalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mazkur korxona faoliyati nafaqat mahalliy bozorni sifatli va xavfsiz dori vositalari bilan ta'minlash, balki farmatsevtika sohasida importga qaramlilikni keskin kamaytirishga ham xizmat qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, korxonada yiliga qiymati 134,8 milliard so'mga teng bo'lgan 70 turdagi jami 114 million dona infuzion eritmali dori vositalari ishlab chiqarilmoqda. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning 20% eksportga yo'naltirilmoqda. Korxonamizda hozirgi kungacha 30 million dollar miqdorida investitsiya kiritilgan, 750 ta ishchi o'rinlar yaratilgan. Yil yakuniga qadar qolgan loyihalar to'liq ishga tushirilganda ish o'rinlari 1050 taga yetkaziladi. Korxonamizda hozirgi paytgacha 2 million 300 ming dollar miqdorida eksport qilingan. Gruziya davlati va Tojikiston davlatlariga tovarlar eksport qilinmoqda. Korxonamizda hozirgi kunga qadar 70 xil turdagi import o'rin bosib tovarlar ishlab chiqariladi. Hurmatli prezidentimiz 2025-yil 4-dekabrda tashrifida yana korxonamizni kengaytirish maqsadida 15 gektar yer maydoni ajratib berildi. Erkin iqtisodiy zona qatnashish maqomi berildi. Prezidentimiz berilayotgan imtiyozlarni kelib chiqib, biz korxonamizni kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Mana shunday imkoniyatlar yaratib bergani uchun prezidentimizga katta rahmat. Korxonada ishlab chiqarish jarayonlari to'liq zamonaviy talablari asosida yo'lga qo'yilgan. Yetakchi xorijiy davlatlardan olib kelingan yuqori texnologiyali uskunalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Avtomatlashtirilgan liniyalar, xalqaro standartlarga mos laboratoriya nazorati va qat'iy sifat tizimi korxonaning ishonchli faoliyat yuritishiga zamin yaratmoqda. Shu zavodda laboratoriyada sifat nazoratchisi bo'lib ishlayman. O'tgan yili men oliygohni tamomlab, shu zavodga ishga kelganman. Zavod uyimga yaqin joyda joylashgan. Meni kelib ketishimga qulay. Dorilarni GMP standartlariga mosligini tekshiramiz, hammasini nazorat qilib, iste'molga yo'naltiramiz. Umuman olganda, Sirdaryo tumanidagi infuzion eritmali dori vositalari ishlab chiqarish loyihasi viloyatning sanoat salohiyatini yuksaltirish, farmatsevtika sohasini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholini arzon va sifatli dori-darmonlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.